Iye, assalomu alaykum. Bizani narsalardan ham yeb ko'ring. Bo'ldi, gap yo'q. Buni ichida nima bor ekan? Wow. Bismillah. Turishini qaranglar, ishtahani ochadi-yu. Maydalanib og'izda erib ketyapti. Mana yumshoqligini qaranglar. Kuchim ishlatganim yo'q, o'zi bo'lalar maydalanib ketyapti. Dimlab pishirilgan kartoshka ekan, og'izda erib ketyapti o'rtoqlar. Ta'mi menga juda ham yoqdi o'rtoqlar. Hammasiga 10 dan 10 ball qo'yaman. Juda ham yumshoq, shirin, mazali o'rtoqlar. Agarda sizlarga ham shunaqangi fotiha uchun va qo'rdoqlar kerak bo'ladigan bo'lsa, umuman shunaqangi taomlar kerak bo'ladigan bo'lsa, akkauntlari va nomerlarini pastda kommentariyada qoldiraman, belgilab qo'yaman. Bemalol o'tib buyurtma qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi nima bo'lsin?